Ha, Xotlanch xonim o'zlari-yu. Qanaqa Xotlanch xonim? Men volidam dekorman. Ishdan nimaga bo'shagansiz? Mamma. Men ishdan bo'shamayman, men ishdan bo'shataman. Volidam dekori asoschisiman. Tanimadingizmi meni? Qayerga borsam muammo orttiraman deng. Muammo emas-u, odamlarni baxtli kunlarida оформление qilib xursand qilaman. Sevdini rolini siz o'ynashingiz kerak ekan, to'g'risi. Aniqmi? Unda oldingizga keldim. Meni to'yga оформление qildiraman deb aldab chaqirdinglarmi? Yo'q. O'zi biz to'y qilmoqchi edik Sevdi bilan. Yaxshiroq oformleniya topolmadik. Shuning uchun sun'iy intellektda qilib qoldik. Ana o'zim oyog'im bilan kelib turibman-ku. Любой оформлениeni qilib beraman. Bo'ldi. Bo'lmasam sizni любой reklamangizni ham men o'zim qilib beraman. Kelishdik. Digish. Digish. Volidam dekor. Eng zo'r tanlov. Gul kimga edi? Bilmayman, bu ham prokatchaga. Nima kimdir Rahmat, katta. Bu egasi topildi.